Doktor Doom Thorning boltasini ham o'zini ham osonlikcha uchirib yubordi. Endi Thor eng qudratli qasoskorman deb maqtana olmaydi. Endi Thorga yanada kuchliroq qurol kerak. Men bu borada komiks sahifalarini izladim va bir nechta qiziqarli narsalarni aniqladim va bu haqida sizlarga ham aytib berishga qaror qildim. Salom berdik qadrli do'stlar, sizlar bilan Fardid Kay. Bugungi videoda Thor ishlatgan eng kuchli qurollar haqida gaplashamiz. Kino olamidan boshlab komikslardagiga qadar. Chunki Doktor Doom bilan kurashish uchun Thorga yanada qudratli qurol kerak bo'ladi. Hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Donat qilish niyatida bo'lganlar esa ekrandagi karta raqamlar orqali donat qilishlari mumkin. Bu dubulg'ani qo'liga olgan unga loyiq deb sanaladi. Thorning qudrati unga o'tadi. Mjolnir. Keling eng boshidan boshlaymiz. Thor eng birinchi ishlatgan qurol bu Mjolnir bo'ldi. U bilan Thor juda uzoq vaqt harakat qildi. Bolg'a uru deb nomlangan noyob metalldan yasalgan. Bu metal Marvel'dagi eng kuchli metallardan biri. Uru kuchli sehr bilan to'yingan noyob qobiliyatga ega. Bolg'a Gnom Eitri tomonidan Nidavillerda yasalgan. Uni shaxsan Odinning o'zi buyurtma qilgan. Dastlab Mjolnirni Odin o'zi ishlatgan. Mjolnirning yasalishi kinolarda ko'rsatilmagan, ammo komikslarda Mjolnirning yasalishi ulkan kosmik voqea bo'lgan. Uni yulduz energiyasidan yasashgan. Temirchilarning zarbi shu daraja kuchli bo'ldiki, undan chiqqan zarba to'lqini yaqin atrofga tarqab, meteoritlarni harakatga keltirdi. Bu meteoritlar esa Midgardga yog'ildi va ba'zi dinozavrlarni qirilib ketishiga olib keldi. Odin o'zining fathi paytida Mjolnirni to'ng'ich qizi Helaga berdi. Ammo Hela Odinni ag'darishga urinishidan keyin Helheimga qamaldi. Ming yillar o'tgach, Bolg'a Odinning o'g'li Thorga o'tdi. Thor Mjolnirni deyarli barcha kuchlaridan foydalangan. U juda katta tezlikda uchishi mumkin va uzoq masofalarda ham egasining nazoratida bo'ladi. Eng muhim jihati esa u har doim egasining qo'liga qaytib keladi. Thor Mjolnir yordamida uchishi mumkin. Undan tashqari Bolg'a Thorga chaqmoq va bo'ron paydo qilishga ham yordam beradi. Bolg'aning yana bir asosiy xususiyatlaridan biri uni Odinning o'zi sehrlagan. Uni faqat loyiq bo'lganlargina ko'tara oladi. Inson qanchalik jismoniy kuchli bo'lmasin, loyiq bo'lmasa Bolg'ani ko'tara olmaydi. Bolg'aning umri Hela Helheimdan qaytgan paytda tugadi. U Bolg'ani bitta qo'lida yo'q qilib yuboradi. Stormbreaker. Hela Mjolnirni yo'q qilgach, Thor qurolsiz qoladi. Thor yangi qurolga ega bo'lish uchun Nidavillerga boradi. U yerda esa Thanos cheksiz qo'lqopini yasatgach, barcha gnomlarni o'ldirgan. Asos olish maqsadida Eitri yangi qurol yasashga kirishadi. Xuddi Mjolnir kabi Stormbreaker ham uru metallidan yasalgan. U ham sonayotgan yulduz yadrosidan yasalgan. Groot o'zining qo'lini qurbon qilib Sekiraga dasta yasaydi. Thor Stormbreakerni ilk bor Wakanda jangida qo'llaydi. U yerga oy boltaning eng kuchli jihati, ya'ni Bifrost ko'prigi bilan keladi. Gnom Eitrining so'zlariga ko'ra, oy bolta Asgarddagi eng kuchli qurol bo'lishi kerak bo'lgan va birinchi jangning o'zidayoq Thor bu qurol butun Marvel olamidagi eng kuchli qurol ekanligini ko'rsatdi. Xuddi Mjolnir kabi Stormbreakerda ham aql bovar qilmas qobiliyatlari bor. U ham katta tezlikda otilishi va egasiga qaytib kelishi mumkin. Thor uning yordamida uchish ham mumkin. Stormbreakerning avji nuqtasi cheksizlik toshlarga qarshi chiqib Thanosning yuragiga sanchilgani bo'ldi. Undan keyin ham Thor Sekirani ko'p janglarda ishlatdi, ammo endi Doomga qarshi jangda u ham Mjolnir kabi foydasiz bo'lib qoldi. Singan Mjolnir. Odinning o'limidan keyin Hela qaytdi va birinchi navbatda Mjolnirni parchalab yubordi, ammo Bolg'aning parchalari yo'q bo'lib ketmadi. Uzoq yillar o'tgach, saratonga chalingan Jane Foster Mjolnir yoniga keladi. Singan Mjolnir bo'laklari birlashib Jane Fosterni loyiq deb topadi va uni qudratli Thorga aylantiradi. Sababi ancha oldin xuddi Odin kabi Thor ham Mjolnirni sehrlagan edi. Bu bilan Jane Foster kasallikka vaqtincha davo topadi. Singan Mjolnirning yangi qobiliyatlari ham bor edi. Masalan, u bo'laklarga ajralib yana yig'ilishi mumkin edi. Janening o'limidan keyin Mjolnir yana Thorga qaytadi. Keyinchalik Thor Stormbreakerni asrab olgan qiziga berib, Mjolnirni o'zining asosiy quroliga aylantiradi. Bjorn. Komikslarda Thor bolg'ani ishlatishga loyiq deb topilishidan oldin yashirincha Asgard omboriga kirib, dastlab Odinning eng yaxshi valkiriyalardan biri bo'lgan Runa uchun yasalgan Asgard metallidan qilingan Bjorn boltasini o'ziga oladi. Thor bu boltani apokalipsisga qarshi ishlatadi, ammo mag'lub bo'ladi. Shunda Thor boltani kuchliroq qilish uchun boltaga o'z qonini singdiradi va uni abadiy sehrlaydi. Natijada esa bolta Marvel olamidagi barcha metallarni kesa oladigan xavfli qurolga aylanadi.
Vibranium, adamantium, hatto Celestialning zirhi ham unga cho't emasdi. Ayniqsa bolta Exitar deb nomlanuvchi Celestial yerga kelganida foyda berdi. Bu Celestial yerni yo'q qilmoqchi bo'ldi. Shunda Thor to'g'ridan to'g'ri Celestial tomonga uchdi. Yorumbyorning bitta zarbasi bilan esa Celestialning boshini kesib tashladi. Thor koinotdagi eng kuchli mavjudotni bitta zarbada yo'q qildi. Ultimate Mjolnir. Ultimate Mjolnir Ultimate olamdan kelib chiqqan va asosiy olamdagi Mjolnirdan farqli ravishda bu hech qanday sehrlangan yoki uruvdan yasalgan qurol emasdi. Buning o'rniga u Yevropa mudofaasi tomonidan yasalgan super kuchli mavjudotlarga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan dasturning bir qismi sifatida ishlab chiqilgan yuqori darajali qurol edi. Bolg'a oxir-oqibat Thorga beriladi. Bu olamda Thor o'zini Thorning reinkarnatsiyasi deb da'vo qiladigan oddiy norvegiyalik yigit edi. Bolg'a Thorga g'ayritabiiy kuch va chidamlilik beradigan maxsus ishlab chiqilgan kostyum bilan o'zaro bog'langan edi. Bu unga shuningdek uchish, ob-havoni boshqarish va hatto teleportatsiya qilish kabi bir qancha ilg'or qobiliyatlarni ham berardi. Thor Mjolnirning ushbu texnologik versiyasidan yillar davomida foydalanib, o'zini dunyoning buyuk qahramonlaridan biri ekanligini isbotladi. Oxir-oqibat Odin Thorni chinakam munosib deb topdi va unga o'z kuchlari va haqiqiy Mjolnirni beradi. Noloyiq Mjolnir. Noloyiq Mjolnir bu multiolamning qorong'u va teskari bo'lgan voqealiklaridan kelib chiqqan. Aniqrog'i Yer 14325 olamida. Bu olamda deyarli har bir qahramon o'zining yovuz versiyasiga aylanadi. Bu voqealikda qasoskorlar Yerning qudratli qahramonlarga aylanish o'rniga Yerni zabt etishadi va uni shafqatsiz diktatorlik yo'li bilan boshqarishadi. Ular dunyoga zolim qasoskorlar sifatida tanilishadi. Shu sababli Odinning Mjolnirga qilgan sehri ham teskari tomonga o'zgaradi. Bolg'ani faqat loyiqlar ko'tarish o'rniga uni istalgan noloyiq odam ishlatishi mumkin bo'ladi. Uning egasi esa Thor edi, chaqmoq ma'budining shafqatsiz va mag'rur versiyasi. U qo'rquv orqali hukmronlik qiladi va hatto bir safar bir guruh odamlarni unga bosh egishdan bosh tortganlari uchun o'ldirgan. Kuch jihatdan bu Mjolnir original Mjolnir bilan bir xil, ammo sehr qiymati teskari. Zolim qasoskorlar va original qasoskorlar o'rtasidagi jang paytida asosiy olamdagi Thor o'z qadr-qimmatini yo'qotadi va o'z bolg'asini ko'tara olmay qoladi. Jang paytida u jang maydonida tashlab ketilgan boshqa Mjolnirni topadi va u hozirda noloyiq bo'lgani uchun noloyiq Mjolnirga munosib edi. Thor biroz vaqt o'sha noloyiq Mjolnirni ishlatadi. Simbiot Mjolnir. Crossover syujeti paytlarida Asgardlik iblisi Darkot shafqatsiz simbiot tomonidan egallab olinadi va ikkalasi Asgardga keng ko'lamli hujumlar boshlaydi. Keyin simbiot Thor va uning Mjolniri bilan to'qnashadi. Simbiot o'zining biologiyasi va iblisning sehridan foydalanib, o'ziga xos Mjolnir yaratadi. Natijada Mjolnirning to'q qizil versiyasi paydo bo'ladi. Uning tepasida ulkan metal tikan va yuzasida yaltiroq qirmizi yoriqlar bor edi. Bu bolg'a chaqmoq chiqarish o'rniga iblislarning energiyasi bilan to'ldirilgan qirmizi do'zax nurlarini chiqaradi. Bu bolg'a Mjolnir bilan to'qnashganda u Mjolnirni yorib yubora oldi va Mjolnir qattiq shikastlandi. Mjolnir shikastlangani va Darkot kuchayib borayotgani sababli Thor Venom bilan birlashishga majbur bo'ldi. Venom Thor bilan birlashgach, uning tanasini qora mavjudotga aylantirdi. Venom yorilgan Mjolnirni qora simbiot materiyasi bilan qoplab oladi. Uning yaralarini davolaydi va Mjolnirning butunlay qora versiyasini yaratadi. Yangilangan qurol bilan qurollangan Thor va Venom oxir-oqibat Darkotni va yangi yovuz simbiotni yo'q qilishadi. Ultimate Cosmic Mjolnir. Kelajakda ming yillar o'tgach Thor otasining o'rnini egallaydi va Asgard taxtiga o'tiradi. U yangi otalar otasiga aylanib, Odin Force kuchini meros qilib oladi. Ammo ko'p o'tmay Galactus Asgardga yetib keladi va Thorni qora qish deb nomlanuvchi vayronkor tahdid haqida ogohlantiradi. Bu kuch Asgardni yo'q qilib yuborish uchun harakatlanmoqda. Thor va Galactus biroz noqulay ittifoq tuzishadi. Thor qora qishni to'xtatishning yagona yo'li vaqtincha Galactusning xabarchisiga aylanishi ekanligini tushunib yetadi. Galactus Thorga kosmik kuch beradi va uni momaqoldiroqlar xabarchisiga aylantiradi. Bu esa Mjolnirni butunlay o'zgartiradi. Endi bolg'a yorqin kosmik energiya bilan porlar va oldingisidan anchagina kuchli edi. Bu esa uni Marvel komikslardagi Mjolnirning eng kuchli versiyasiga aylantirdi. Ammo Thor Galactus unga yolg'on gapirganini bilib qoladi va Galactusga hujum qiladi. Yangi kuchga ega bo'lgan Mjolnirdan foydalanib Thor Galactusni butunlay mag'lub etadi. Thor sayyoralarni yeb qo'yuvchi Galactus
Galactusni bitta zarba bilan yerga qulatadi. Thor Galactusga kosmik chaqmoqlarning halokatli zarbasini yuboradi. Keyin esa kosmik kuchni Odin Force bilan birlashtirib, Galactusni butunlay hayot kuchidan mahrum qiladi. Keyin Thor uni aldashga urinadigan har bir kishiga ogohlantirish sifatida Bifrost ko'priga kirishiga Galactusning ulkan dubulg'asini joylashtirib qo'yadi. Ha do'stlar, komikslarda mana shunaqa voqealar ham bo'lgan. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Xo'sh, bu qurollardan qay biri kelajakda Thorga az qotadi? Buni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalni qo'llab-quvvatlash istagida bo'lganlar esa ekrandagi karta raqamlar orqali donat qilishlari mumkin. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.